bitta bolani ko'rib qoldim, bloger bolani. Millioner bo'lmas ekanmiz, nima qilib yashab yuramiz bu hayotda? Ya'ni millioner bo'laylik deyapti-da endi. Ya'ni millioner bo'lish, pul topish mani qo'limda deb bilyapti. Ko'p ishlasam ko'p pul topaman, kam ishlasam kam topaman degan tushuncha bor-ku. Bu unaqa emas bu. Real hayotimizga zid bu. Real voqeligimizga zid. Qanchadan qancha dangasa odamlar bor. Millionlab pul topadi. Qanchadan qancha ish bilan aqlli, ishini ustasi bo'lgan insonlar bor. Unaqa emas. Nimaga aytsa, rizq siz tarafingizdan belgilanmagan. Rizq Xudo belgilab bergan. Siz ko'p ishlasam ko'p topaman degan hech qanaqa bir shablon yo'q. Masalan, sizga boy bo'lish yozilgan bo'lsa peshinangizga, boy bo'lishga majbursiz. Kam ishlab qo'ysangiz ham topaverasiz. Menga kambag'al bo'lib yozilgan, kambag'allik yozilgan bo'lsa, men majburman. Kambag'al bo'lishga majburman. Ko'p ertalabdan kechgacha mehnat qilsam ham kam topaman. Bu insonning qo'lidagi narsa emas bu. Bu tashqaridan belgilab qo'yilgan narsa bu. Bunga rozi bo'lishimiz shart. Tashqaridan belgilab qo'yilar ekan va yana qizuv tarafi insonning qo'lida bo'lmagan narsaga u kibr qiladi. U kekkayib, u mensimasdan yuradi. Bu kulgili haqiqiy. Bironta boy ko'rsam, hech kim mensimaydigan boy ko'rsam kulaman-da. Bunga u majbur o'zi boy bo'lishga. Unga belgilab qo'yilgan taqdir o'zi. Yana maqtanib qo'yadi. Xuddi men izlab topganman buni. Yoki bu yoqda bir uni qarshisida kambag'al o'ksinib turadi. Nimaga aytsa, go'yoki u ishlamaganligidan kambag'al bo'lgan, bu ishlagandan boy bo'lgan. Hech qanaqa unaqa o'lchov yo'q. Real hayotimizga zid-ku bu. Qancha odamlarni ishlamasa ham pul topayotganini ko'ryapmiz. O'shaning uchun tashqaridan belgilab qo'ygan, sizga aloqador bo'lmagan narsaga kibr qilib yurish kulgili narsa.